O Dünya. Abduri Doktor Muhammad Al-Arifi. Tarjima qilguvchi Muhammad Barat. Nashr qilguvchi Sajiya Islom tadqiqot markazi. Muharriri Doktor Abdul Aziz Rahmatullah A9. Korrektori Abduli Abliz Muhammad Barat. Loyihaliguvchi A Aqhon. Barzax hayotidagi kishilarning ahvoli. Barzax hayoti inson mayli dafna qilinsin yoki qilinmasin, o'lgandan tartib toki qayta tirildirilguchi bo'lgan arliqdagi fasil davr bo'lib, ins jinlarning hammasiga o'rtaqdir. Kishilarning barzax hayotidagi ahvoli ularning dunyoda qilgan amallariga qarata har xil bo'ladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam bu ahvollarning bir qismidan bizga xabar bergan. Undaqda insonlarning qabrlaridagi ahvoli qandoq bo'ladi? Qabrdagi ne'mat va azobning turlari qaysilar? Nabiy sallallohu alayhi vasallam buningdan biror narsani ko'rganmi? Nabiy sallallohu alayhi vasallam havoyi havsi bilan so'zlamaydi, balki so'zlaganlari hammasi Alloh tarafdan u zotga vahiy qilingan vahiydir. U zot Alloh vahiy qilgan va o'zi bevosita ko'rgan barzax hayotining xabarlarini bizga so'zlab berdi. Barzax hayotidagi kishilarning azoblanganligi bu xabarlarning jumlasidandir. Parvardigorimizning rahmati g'azbining oldiga o'tib ketgan. O mag'firat qilguvchi, rahim qilguvchi va saxiy zotdir. Lekin jabbar, qahr qilguvchi degan ma'noda sifatga ega bo'lgan Alloh g'azablanib qolsa, u g'azabini faqatla o'ziga qaytardi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam bizni ogohlantirish va aslatish uchun tushida ko'rgan ba'zi azobning turlarini bizga so'zlab berdi. Anbiyolar tushida ko'rgan ishlarmi vahiydir. Samura ibn Jundub raziyallohu anhu rivoyat qildiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ashablariga qaysonlar tush ko'rdinglar deb ko'p so'rab turadi. Alloh tush ko'rsatgan kishilar tushlarini so'zlab beradi. Bir kuni atiganda Rasululloh dediki, bu kecha menga ikki kishi kelib meni qo'pirib menga yur dedi. Men ular bilan yurdim. Biz yatgan bir kishining qashig'i bardoq. Qarasak bir kishi uning beshiga yo'g'on toshni ko'tarib turibdi. U toshni uning kallasiga tashlab, kallasini mijib etib, tosh do'milab ketsa, uning orqadan berib, yana uni qo'liga oldi. Mijilgan kalla asliga kelishiga, u yana qaytib kelib, yana burunqidakla qilgan ishini takrorlaydi. Men ikkalanga, subhanalloh, bu ikki odam nima odamlar deb so'rasam, ular yur dedi. Biz yurib, o'ngdisida yotgan bir odamning qashig'i keldik. Qarasak, bir odam uning beshida temir qalamto'rashlarni tutib turibdi. U yotgan odamning yuzining bir tarafiga yaqin kelib, uning og'zidan ilib gadanigacha tildi. Burnidan ilib gadanigacha tildi. Ko'zidan ilib gadanigacha tildi. Andan yuzining u tarafiga yo'tkilib, unimi yana bir yuzini tilgandek tildi. U yuzini tilib bo'lguncha dastlabdagi tilgan yuzi aslidagidek saqayib bo'ldi. U yana saqaygan yuzi tarafga qaytib, dastlabda qilgandek qilg'ili turdi. Men ikkalanga, subhanalloh, bu ikki odam nima odamlar deb so'rasam, ular yur dedi. Biz yurib bir to'nirga o'xshash narsaning oldiga keldik. Uningdan qiyochiya ovozlari ko'tarilib turadi. Uning ichiga qarasak, uningda yalang'och er va ayollar bor ekan. Tuyuqsiz ularning ostidan lavuldab turgan o't keluvdi, ular qiyochiya qilishib ketdi. Men ikkalandan bular kimlar desam, ular yur dedi. Biz yurib qanday qip-qizil bir daryoga keldik. Qarasak, u daryoda bir odam suv uzib yuribdi. U suv uzayotdi, qirg'oqda bir odam nurg'un toshlarni yig'ibdi. Suv uzgan odam suv uzib tosh yig'ib olgan odamning qashig'i kelganda og'zini ochsa, uning og'ziga bir tal tosh tiqib qo'yadi. U yana suv uzib ketib, har qatam qaytib kelsa, og'zini yo'g'on ochadi. Qirg'oqdagi odam uning og'ziga tosh tiqib qo'yadi. Men ikkalandan subhanalloh, bu ikki odam nima odamlar deb so'rasam, ular yur dedi. Biz yurib, ko'rinishi sen ko'rgan eng qabih odam shaklida bo'lgan bir odamning qashig'iga keldik. Uning qashida o't bor bo'lib, u o'tga o'tin salib qalab, o'tning atrofida mengib yuradi. Men ikkalandan subhanalloh, bu nima deb so'rasam, ular yur dedi. Biz yurib, buk baroqsan bir baqqa keldik. Uningda bahorning rangarang gullaridan bor edi. Qarasak, bog'ning o'ttirida bo'yi intayin egiz, egizligidan beshi osmonga taqishib, beshini ko'rilmay qolgudek bir odam turibdi. Uning atrofida men ko'rib baqqan eng ko'p bolalardanmi ko'p bolalar turibdi. Men ikkalandan bu nima, bular nima odamlar deb so'rasam, ular yur dedi. Biz yurib shundoq cho'ng bir baqqa keldikki, men undoq cho'ng baq ko'rib baqmagan. Ikkalan menga o'rla dedi. Biz uning usti tarafiga chiqib, oxiri oltin va kumush qishlardan salingan bir shaharga keldik. Shahar darvozasiga kelib etishni talab qilganimizda darvoza bizga ochildi. Biz uningdan kirdik.
Bizni shundoq bir erlar kutib oldiki, ularning yerimi sen ko'ralaydigan eng chiroyli kishilar, yerimi sen ko'ralaydigan eng sat kishilar edi. Men bilan kelgan ikkalan ularga berib Avu daryoga sakranglar devdi. U yerda to'g'risiga eqiyotgan suyi xuddi sap sutdek ap-aq bir daryo bor edi. Ular berib daryoga cho'milib bizga qaytib kelishdi. Ulardagi qabihlik yo'qab, eng chiroyli shaklga kelgan edi. Ikkalan menga bu adan jannatidir. Mana bu ikkisi sening turalg'ong dedi. Ko'zimni yuqoriga ko'tarib shunda qarasam, oq bulutdek bir qasr turibdi. Ikkalan menga mana bu ikkisi sening turalg'ong dedi. Men u ikkalanga Alloh sizlarga barakat ato qilg'ay. Menga ruxsat qilsanglar, uninga kirib baqsam dedim. Ikkalan menga hozircha kirsang bo'lmaydi. Sen keyin cho'qim kirsan dedi. Men u ikkalanga men bu kecha ajoyib ishlarni ko'rdim. Mening ko'rganlarim qandaq ishlar desam, ular dedi. Biz sana tushundirib qo'ymiz. Sen kelganda kallasi tosh bilan yanjilayotgan odam bo'lsa, Qur'onni o'rganib tashlayotgan va farz namozni vaqtida o'qimay uxlaydigan odamdir. Sen kelganda og'zi, burni va ko'zi gadinigacha tilingan odam bo'lsa, uyidan adigan chiqib, hamma yerga yeyilib ketadigan bir yolg'on so'zni qilgan odamdir. To'nurga o'xshash narsaning ichidagi yalang'och er va ayollar bo'lsa, zinoxo'r er va ayollardir. Sen kelganda daryoda suv uzib, og'ziga tosh tiqilgan odam bo'lsa, jazoni yeguchidir. O't qalayotgan, o'tning atrofida aylanib mengayotgan ko'rimsiz odam bo'lsa, jahannam gundupaylarning cho'ngidir. Bag'dagi egiz bo'y odam bo'lsa, Ibrohim alayhissalomdir. Uning atrofidagi bolalar bo'lsa, tug'ilma imom bilan vafot bo'lgan hamma bolalardir. Musulmonlardan ba'zisi: "Ey Rasululloh, mushriklarning bolalarimi ular bilan billimi?" deb so'raydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Mushriklarning bolalarimi billa, yerimi chiroyli, yerimi qabih kishilar bo'lsa, yaxshi ish bilan yomon ishni aralashtirib qilgan kishilar bo'lib, Alloh ularni kechirayotgandir" dedi. Allohdan hammamizga rahmat qilishini so'raymiz. Amin. Vaz. Qabr azobi qattiq alamlik, lekin oxiratning azobi texmi qattiqdir. Qabr azobiga sabab bo'ladigan ishlar. Qabrdagi azob va ne'matga sabab bo'ladigan nurg'un ishlar bor bo'lib, Alloh bizga halol haromni bayon qilib berdi va to'g'ri yo'lga, ozg'unlikqa sabab bo'ladigan ishlarni bayon qilib berdi. Parvardigorimiz hech bir kishiga zulm qilmaydi. Undaqda qabrdagi azobga sabab bo'ladigan ishlar qaysilar? Qabrdagi ne'matga sabab bo'ladigan ishlar qaysilar? Inson buningga qanday tayyorlik qilish kerak? Shariatning asl manbalarini tafakkur qilgan kishi qabrdagi azobga va ne'matga sabab bo'ladigan ishlarni ko'rib yetadi. Bular tuvandikicha. 1. Allohga sherik keltirish va tinish. Allohga sherik keltirish gunohlarning eng cho'ngi bo'lib, bu bandaning duo, namoz, mol bo'g'izlash va yordam tilashdan iborat ba'zi ibodatlarini Allohning g'ayriga qilishni ko'rsatadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam kofirga qabrda azob bo'ldiganlik to'g'riliq gap qilib o'tib dediki, andan uningga qo'lida to'mirdan yasalgan bolqi tutib olgan gachi birisi musallat qilinadi. Agar bu bolqi bilan taqqa urilsa, taq to'piga aylanib ketgan bo'ladi. U kofirni bolqi bilan shundoq bir uridiki, u urg'anligining ovozini ins jinlardan boshqa mashriq bilan mag'ribning orasidagi hamma anglaydi. Bu urushdan u kafir to'piga aylanib ketadi. Andan uningga yana ruhi qaytariladi. Bu to'mir bolqini Nabiy sallallohu alayhi va sallam yana bir hadisda mundaq sifatlagan. Agar bu bolqini mashriq bilan mag'rib orasidagi insonlar bir yerga yig'ilsa-mu ko'tarolmagan bo'ladi. Bu bolqidan uning qabrisiga o't yanadi va qo'vrg'onlari bir-birisiga kirishib ketkicha qabrisi taraytiladi. 2. Suydik tegib ketishdan saqlanmaslik. Bu siyib bo'lgandan keyin suydukning asarni tozalab o'tishga ahamiyat bermay, kiyimiga tegib qolishini ko'rsatadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam qabr azobining ko'pinchisi suydukdan bo'ladi degan. Musulmon kishiga badani, kiyimi va namozgohidan nijosatlarni tozalashga ahamiyat berishi yarashadi. 3. Suxanchilik qilish. Suxanchilik qilish kishilar orasida dushmanlik va buzg'unchilik paydo qilish uchun gap to'shishdir. İbn Abbas radhiyallohu anhuma rivoyat qildiki, Nabiy sallallohu alayhi va sallam ikki qabrning yeridan o'tib ketib o'tib, ikkisi azoblanyotdi. Lekin cho'ng gunoh sababidan azob chekishayotgani yo'q deb bo'lib, andan yo'q. Darvaqa o'z vaqtida ikkisining biri suydikidan saqlanmaydi. Yana biri bo'lsa suxanchilik qiladi dedi. Andan xurma darxaning bir shaxini akeldirib, sundirib, har qabrga birdan sanjib qo'ydi. Ey Rasululloh, nima uchun bunday qildilar deb so'raldi. Rasululloh dediki, bu shaxlar qurib qolmasalar yoki qurib qolgan qadar ularning azobi yeniklatirilishi mumkin. 4. G'aybat qilish. Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytdiki, "Men Mi'raj kechasi osmonga elib chiqilganimda
tush tirnoqlari bilan yuz va maydalarni tatlayotgan kishilarni ko'rib, ey Jibril, bular kimlar degan edim. Jibril, ular kishilarning go'shtlarini yegan, g'aybatini qilgan va g'aybatini qilib go'shtlarini yeydigan kishilarning izzat nomusi haqida gap qildiganlar dedi. 5. G'animatdan o'g'irlash. Bu mujohidlar urushda g'animat olgan g'animatlardan taqsimlanishdan ilgari o'g'irlash bo'lib, Alloh taolo bu ishdan ogohlantirib aytadi. Hech qanday bir payg'ambar g'animatga xiyonat qilmaydi. Ya'ni buni tasavvur qilg'ili bo'lmaydi. Kimki g'animatga xiyonat qiladi ekan, qiyomat kuni u xiyonat qilgan narsasi bilan, ya'ni xiyonat qilgan narsasi gajgasiga ortilgan holda keladi. Har kishining qilgan amaliga to'liq mukofot yoki to'liq jazo beriladi. Ularga yaxshilarning savobini kamaytirib o'tib, osiylarning jazosini oshirib o'tib zulm qilinmaydi. Al-Imron surasi 161-oyat. G'animatdan o'g'irlash qabr azobiga sabab bo'ladigan ishlardandir. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qildiki, biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birga Xaybar g'azatiga chiqib, oltin yoki kumush g'animat olmay, uloq, mol, kiyim-kechak va har xil narsa keraklarni g'animat oldik. Bani Zubayb aymoqidan Rifoa ibn Zayd degan bir kishi o'zining mid'am deb ataladigan bir qo'lini Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga hadiya qildi. Andan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Vadi Qoraga qarab yuzlandi. Vadi Qoraga kelganida mid'am Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yuk taqinlarini tushirayotgan chaqda bir yavi o'q kelib, uningga tegib ketib o'lib qolgan edi. Qo'shimdagilar uningga shahidlik muborak bo'lg'ay deyishgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yo'q, jinim o'lgida bo'lgan zot bilan qasamki, u Xaybar g'azotida g'animatdan elib olgan, taqsimot qilinmay qolgan to'n uni lavuldab ko'ydirib dedi. Qo'shindikilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan bu so'zni anglagandan keyin bir odam bir yoki ikki tal kash boqqusini elib keldi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam bu o'tdan bo'lgan bir tal yoki ikki tal kash boqqush dedi. 6. Ramazonda ro'zani qasddan buzish. Ramazon oyida tong otgandan boshlab kun o'ltirg'icha ro'za tutish vojib bo'lib, ro'za tutish vojib bo'lgan kishiga kun o'ltirishdan ilgari iftor qilib o'tishi durust bo'lmaydi, balki gunoh va jazoga loyiq bo'lar. Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytdiki, tushimda yanimga ikki kishi keldi. U ikki kishi biligimdan tutib bir tog'ning yoniga olib keldi va taqqa chiqqin degan edi, men chiqolmayman dedim. Sana oson qilib beramiz. Men chiqib tog'ning o'ttirisiga kelganda qattiq tovlash va varqirashlarni anglab, bu nima ovozlar degan edim ular. Bu do'zaxdagilarning varqirgan ovozi dedi. Andın meni elib mengib putining bo'ljön go'shtlaridan esib qo'yilgan, og'izlari yerilib, qon eqib turayotgan bir qavmning yoniga keldik. Men ular nima odamlar dedim. Ular kun o'ltirishdan ilgari iftor qilayotgan kishilardir dedi. Yuqorida so'zlanganlar barzax hayotidagi ahvollarni sharhlab beradigan bir qism shar'iy ko'rsatmalardir. Foydali so'z. Musulmonning qabrdagilarning ahvolini bilishi, uni qabr azobiga sabab bo'ladigan ishlardan neri turishga undaydi. Qabr azobidan qutulish. Musulmon olimlarning Parvardigoriga itoat qilish va yaqinlashish uchun buyurilgan ishlarni qilishga va cheklangan ishlarni tark etishga buyurilgandir. Nabiy sallallohu alayhi va sallam bizga qabr azobidan qutuldiradigan amallarni so'zlab berdi. Ondaqda bu amallar qaysilar? Bu amallar nima uchun boshqa amallardan oldin o'ringa qo'yildi? Bu amallarning fazilati nima? Umuman yaxshi amallarning hammasi bandaga manfaat qiladi va uning dunyo oxiratda darajasini ko'taradi. Yaxshi amallar bir-biridan farqlidir. Bu amallar tuvandikicha. 1. Namoz. Namoz ibodatlarning eng kattasi bo'lib, namozni muhofazat qilgan kishi dinini muhofazat qilgan bo'ladi. Namozni muhofazat qilmagan kishi boshqa ibodatlarni taxmibak muhofazat qilmaydi. Namoz uni muhofazat qilgan kishini qabr azobidan qutuldiradi. 2. Zakat. Zakat islomning rukunlari va cho'ng asoslaridandir. U Allohning moldagi haqqi bo'lib, Qur'onda zikr qilingan 8 o'ringa beriladi. 3. Ro'za. Ro'zimi islomning cho'ng rukunlaridan bo'lib, Ramazon oyining ro'zasi vojib ro'zadir. Dushanba va payshanba kunining ro'zasi, Ashura kuni, Arafat kuni va uningdan boshqa fazilatli kunlarning ro'zasi nafl ro'zalardir. 4. Yaxshi ishlarni qilish. Yaxshi ish bu umumlikni ifodalaydigan so'z bo'lib, ibodatlar yaxshi ishlarga buyurib, yomon ishlardan to'sish, kishilarning orasini isloh qilish va uningdan boshqa barliq yaxshi amallarni o'z ichiga oladi. 5. Sadiqa va sil rahim qilish. Sadiqa qilish bu umumlikni ifodalaydigan so'z bo'lib, mol, kiyim-kechak va boshqa narsalarni sadiqa qilishni o'z ichiga oladi. Sil rahim qilish.
urug' tuqqanlarga yaxshilik qilish va ota-onaga yaxshilik qilish, ularga muloyim bo'lishni ko'rsatadi. 6. Ma'ruf ishlar. Bumi umumlikni ifodalaydigan so'z bo'lib, Alloh qilishga buyurgan hamma amallarni o'z ichiga oladi. Boshqalarga kulimsirab qarash ma'rufdir. Nasihat qilish ma'rufdir va sadiqa qilish ma'rufdir. 7. Boshqalarga yaxshilik qilish. Bumi umumlikni ifodalaydigan so'z bo'lib, boshqalarga hadiya berish va ularga yaxshi muomala qilish qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam bu fazilatlarning hammasini bir hadisga jamlab aytdiki, jinim o'g'ida bo'lgan zot bilan qasamki, haqiqatan meyit hamrohlar qaytganda ularning oyoq tevishini anglaydi. Agar u mu'min bo'lsa, namoz 5 tarafda, zakot o'ng tarafida, ro'za so'l tarafida, yaxshi ishlari va kishilarga qilgan yaxshiliklari 2 puti tarafda bo'ladi. Andin azob 5 tarafda keltiriladi. Bu chaqda namoz mening tarafimdan kelish mumkin emas deydi. Andin azob o'ng tarafidan keltiriladi. Bu chaqda zakat mening tarafimdan kelish mumkin emas deydi. Undan keyin azob so'l tarafidan keltiriladi. Bu chaqda ro'za mening tarafimdan kelish mumkin emas deydi. Andin azob 2 puti tarafdan keltiriladi. Bu chaqda yaxshi ishlar va boshqalarga qilgan yaxshiliklari mening tarafimdan kelish mumkin emas deydi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam yana aytdiki, inson qabrsiga kirganda agar u mu'min bo'lsa, namoz va ro'zadan iborat amallari atrofida bo'ladi. Farishta namozi tarafdan kelsa, namoz uni qaytaradi. Ro'za tarafdan kelsa, ro'za uni qaytaradi. 8. Allohga sig'inib qabr azobidan panohlik tilash. Duo qilish va Allohga yalvurish bandaga manfaat qiladi va uni azobdan qutuldiradi. Shuning uchun Allohdan qabr azobidan saqlashni so'rash kerak. Nabiy sallallohu alayhi va sallam mundaq duo qiladi. Ey Alloh, sana sog'inib ojizlikdan, o'rinliqdan, qo'rqinchoqlikdan, baxillikdan, qarib ketishdan va qabr azobidan panohlik tilayman. Said ibn Abu Waqqas radhiyallohu anhu rivoyat qildiki, xuddi xat yozish o'rgatilgandek Nabiy sallallohu alayhi va sallam bizga bu kalimalarni o'rgatgan edi. Ey Alloh, sana sog'inib baxillikdan panohlik tilayman. Sana sog'inib qo'rqinchoqlikdan panohlik tilayman. Sana sog'inib ömürning eng xor davriga qaytarilib qilishimizdan panohlik tilayman. Sana sog'inib dunyoning fitnasidan va qabr azobining fitnasidan panohlik tilayman. Aisha radhiyallohu anha rivoyat qildiki, Nabiy sallallohu alayhi va sallam ko'pincha vaqtda bu kalimalar bilan duo qiladi. Ey Alloh, sana sog'inib do'zaxning fitnasidan, do'zaxning azobidan, qabrning fitnasidan, qabr azobidan, Masih Dajjalning fitnasidan, yomonligidan, fiqrliqning fitnasidan, yomonligidan va boyliqning fitnasining yomonligidan panohlik tilayman. Shuningdek, meyit namozi o'qiganda meyit uchun Alloh taolaning uni qabrning fitnasidan qutuldirishiga duo qilishimiz yo'lga qo'yildi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam janoza namozi o'qiganda mundaq duo qilgan. Ey Alloh, uni mag'firat qilgan, uninga rahim qilgan, uninga afiyat bergin, uni afu qilgan, uning ziyofatini esil qilgan, qabrisini kengri qilgan, uni suv bilan, qor bilan, mo'ldir bilan yuvg'in. Uni xatoliklardan, oq kiyimni paskanchiliklardan pokizlagandek pokizlagan. Uningga bu dunyodagi qarorgohini yaxshiroq qarorgohga, ahlini yaxshiroq ahliga, jubtini yaxshiroq jubga almashtirib bergan. Uni jannatga kirgizgan va uni qabr azobidan, do'zax azobidan saqlagan. Qabr azobidan qutulg'uchilar. Nabiy sallallohu alayhi va sallam qabr azobidan qutuldiradigan amallarni so'zlab bergandek, shariat ko'rsatmalarida yana bir qism insonlarni Alloh taolaning qabr azobidan saqlab qoldiganligining bayoni keldi. Ularning qatoridan birinchi shahid. U Allohning roziligi uchun ixlos qilib, keyniga yanmay oldiga ilgirlab, Alloh yo'lida jihad qilgan holda o'ldirilgan kishidir. Bir kishi Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan so'rab, "Mu'minlarning holi nima? Ular qabrlarda fitnaga uchraydi. Shahid bo'lsa fitnaga uchramaydi" deganda, u zot uning beshida o'ynatilgan qilichlarning yalt-yultlari uningga yetarlik dedi. Bu hadisning ma'nosi Alloh yo'lidagi urushda mu'min mujohidning mustahkam turib jang maydonidan qochmaganligi, uning qalbidagi iymonning cho'ngligiga va o'lib ketguncha dinda mustahkam turganligiga dalolat qiladi. Shuning uchun u qabrisida sinilishga yoki Allohga iymon etganligidan va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni tasdiq qilganligidan so'ralishga muhtoj bo'lmaydi. Ikkinchi, Alloh yo'lida chegara saqlag'uchi. Alloh yo'lida chegara saqlash deganimiz dushmanlarni musulmonlardan to'sish uchun islom yurtlarining chegaralarida ayrilmay mustahkam turishni ko'rsatadi. Islomni himoya qilish yo'lida urug' tuqqanlari va mollardan ayrilib jihad qilgan va chegara saqlaganlar uchun katta fazilat bor. Nabiy sallallohu alayhi va sallam har qanday kishi o'lib ketishi bilan amal daftari yepiladi.
Faqat Allah yo'lida chegara saqlagan holda vafot bo'lgan kishi buning sirtida. Uning amali qiyomat kunigacha ziyoda qilinadi va qabrning fitnasidan amin bo'ladi degan. Yana bir kecha kunduz chegara saqlash bir oy ro'za tutib qiyomda turgandan yaxshidir. Agar u chegara saqlab o'lib ketsa, qilgan amali uning uchun mengib turadi. Rizqimi uningga berilib turadi va qabrdagi so'roq qilguvchi farishtaning so'roqqa tortishidan amin bo'ladi degan. 3. Qo'rsoq og'riqi bilan vafot bo'lgan kishi. Balo qazo va sinoqlarni Alloh taolo xatoliklarga kafarat qiladi va buning bilan darajalarni ko'taradi. Kasal bo'lish va kasalning sababi bilan vafot bo'lib ketish buning jumlasidandir. Nabiy sallallohu alayhi vasallam kim qo'rsoq og'riqidan o'lsa, u qabrisida hargiz azoblanmaydi degan. Yana qo'rsoq og'riqida vafot bo'lgan kishi shahiddir degan. Yana uningga shahidning ajri bo'ladi. 4. Har kechasi sura mulkni o'qish. Qur'onning hammasi yaxshidir, lekin Nabiy sallallohu alayhi vasallam ba'zi suralarga ayrim fazilatni xos qilgan bo'lib, sura mulkni o'qish buning jumlasidandir. Bu surani o'qish qabr azobidan qutuldiradi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sura mulk qabr azobidan saqlag'uchidir degan. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyat qildiki, kimki Tabarakallazi biyadihil mulkni har kechasi o'qisa, Alloh taolo u kishini qabr azobidan saqlaydi. Biz Nabiy sallallohu alayhi vasallamning davrida bu surani to'sqichi mani'a deb ataydik. Jazmanki u Allohning kitobidagi sura bo'lib, kimki bu surani har kechasi o'qisa, ko'p va yaxshi ish qilgan bo'ladi. Har qanday dafn qilinuvchini qabri qisidi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Said ibn Muaz radhiyallohu anhu haqida bu arish uning uchun harakatlangan, osmonning eshiklari ochilgan va namoziga 70 ming farishta qatnashgan kishi edi. U qabrda qattiq bir qisilib, andan qo'yib berildi degan. Nur. Kimki qabr azobidan saqlaydigan amallarni qilib tursa, u saodat va ne'mat ahlidir. Yo'qab ketmaydigan maxluqotlar. Parvardigorimiz Jalla Jalaluhu hamisha tirikdir. Maxluqotni idora qilib turg'uchidir. Uning zotidan boshqa hamma narsa yo'qoladi va Alloh taolaning podshohligidan boshqa hamma podshohlik yo'qoladi. Haq taolo aytadi: Zaminning ustidagi hamma yo'qoladi. Azamatlik va karamlik Parvardigorining zoti mangu qoladi. Rahmon surasi 26 va 27 oyatlar. Shundaq, zaminning ustidagi hamma yo'qoladi, o'ladi, yo'q bo'ladi va to'piyab ketadi. Lekin shar'iy ko'rsatmalarda ba'zi narsalar yo'qolmaydi deb mustasno qilingan. Undaqda bu narsalar qaysilar? Uni yo'qolib ketmaydi deganning ma'nosi nima? Alloh taolo o'zi xohlagan narsani yo'q qiladi, xohlagan narsani yo'qotmay qoldiradi. Parvardigorimiz xohlagan narsani yaratadi va tanlaydi. Maxluqotlardan hamma narsa o'ladi va yo'qab ketadi. Faqat 8 turlik narsa buningdan mustasno. Bu narsalar tuvandikicha. 1. To'g'ri so'nkining uchi. Bu dumbining umurtqalaridan eng ostidagi oxirgi umurtqa bo'lib, us deb ataladi. İnsanның badanidan bu a'zodan boshqalarni to'piyab yo'qab ketadi. Bu a'zodan bo'lsa, inson qayta tiriladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam faqat birla ustixondan boshqa insonning hamma yeri chirib ketadi. U bo'lsa-mu to'g'ri so'nkining uchidir. Onundan inson qiyomat kuni qayta qurashtiriladi degan. 2. Ruhlar. Ruhning tabiati va haqiqati haqidagi ilmni Parvardigorimiz biladi. Lekin tanning o'ri turishi va hayotligi tanda ruhning mavjud bo'lishi bilan bo'ladi. Agar ruh tandan ayrilsa, tan o'ladi. Ruh osmonga o'rlaydi. Agar u ruh salih bo'lsa, uningga osmonning eshiklari ochiladi. Salih bo'lmasa, osmonning eshiklari ochilmaydi. Lekin har ikkili holatda ruh tanga qaytib keladi. Demak, ruh yo'qolmaydi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam shuhadoning ruhlari yeshil qushning qornida bo'ladi. U ruhlar uchun arishga esib qo'yilgan chiroqlar bor bo'lib, jannatning ichida xohlagan o'ringa uchib yurishadi. Andin yana ashu chiroqlarga qaytib keladi degan. Ammo mu'minning ruhiga kelsak, Nabiy sallallohu alayhi vasallam bu haqda shak shubhisizki mu'minning ruhi bir qush po'kinida bo'lib, qiyomat kuni Alloh uni badaniga qaytarganiga qadar jannatning mevalaridan yeydi degan. 3. Jannat va do'zax. Jannat va do'zaxni Alloh taolo itoat qilganlarni izzatlash, osiylik qilganlarni xor qilish uchun yaratgan bo'lib, u ikkisi yo'qolmaydi, balki mangu qoladi. Alloh taolo bu haqda iymon aytgan va yaxshi amallarni qilganlarni ostidan o'stanlar eqib turadigan jannatlarga kirgizamiz. Ular jannatlarda mangu qoladi degan. Nisa surasi 57-oyat. 4. Arish. Arishning lug'at ma'nosi podshoh o'ltiradigan karovat deganlikdir.
Parvardigorimizning arshi ulug'ligi va kattaligiga loyiq ravishda bo'lib, Qur'onda 7 o'rinda Alloh taolaning arshining ustida barqaror bo'lganligi zikr qilingan. Alayliq marhamatlik Alloh arsh ustida o'ziga loyiq ravishda barqaror bo'ldi. Taha surasi 5-oyat. Andin o'zining ulug'ligiga loyiq ravishda arsh ustida barqaror bo'ldi. Araf surasi 54-oyat. Arish maxluqotlarning avvali bo'lib, Alloh taolo uni yo'q bo'lib ketish uchun emas, mangu qilish uchun yaratdi. U sur puvlanganda boshqa maxluqotlar yo'qab ketgandek yo'qab ketmaydi. 5. Kursi. Ibn Abbos radhiyallohu anhuma tafsirlagandek, u Parvardigorimizning ikki putining o'rnidir. Demak, kursi baqiydir, yo'qab ketmaydi. 6. Shahlo ko'zlik hurlar. Ular jannat uchun yaratilgan jannatning ayollaridir. Ular boshqa maxluqotlar yo'qab ketgandek yo'qab ketmaydi. 7. Lavha. U Alloh taolo bandalarning taqdirlarini yozgan lavhul mahfuz bo'lib, bu lavhumi yo'qab ketmaydigan maxluqotlarning qatoridandir. 8. Qalam. Alloh taolo qalamni yaratib, uningga bandalarning amallarini yozishga buyurgan. Nabiy sallallohu alayhi va sallam bu haqda aytadi. Alloh tunji yaratgan narsa qalamdir. Alloh taolo uningga yozgin dedi. Qalam, Rabbim, nimani yozaman dedi. Alloh taolo qiyomat bo'lg'uchi bo'ladigan hamma narsaning taqdirini yozgan dedi. Imom Suyuti buni tuvandagi beytga jamlab deganki, maxluqotdan 8 turga baqiylik hokim. Qolganlari yo'qlik ichida tarur-mar bo'lur. Ular arsh, kursi, jannat va do'zax, to'g'ir so'ngak, ruh va qalam, lavhul mahfuzdir. Aqida. Rabbimiz xolaganni yaratib, xolaganni baqiy, xolaganni fani qiladi. Qabr to'g'riliq 7 masala. İnsanlardan qabrlarga aloqador shariatga xilof xato ishlar yuz berib turadi. Ba'zi bir xato aqidalar ba'zi yurtlarda keng tarqalgan bo'lib, men onunga askartish berib qo'yishni munosib ko'rdim. Undaqda bu qaysi masalalar? Qabr to'g'riliq shariatga xilof ishlar qaysilar? Bu ishlarni qanday tuzitimiz? Alloh taolo anbiyolarni insonlarga o'rgatguchi va nasihat qilguvchi qilib avatgan bo'lib, ular insonlarni yaxshilikqa va to'g'ri yo'lga boshlaydi. Xato yo'llardan ogohlantiradi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamdan kelgan qabrlarga aloqador tuvandagi yo'l yo'riqlar buning jumlasidandir. 1-masala. Shak shubhasizki, qabr azobi va qabrdagi ne'mat g'ayb ishlar bo'lib, aql bilan qiyos qilg'ili bo'lmaydi. G'aybga iymon aytish mu'minlarning eng muhim sifatlaridandir. Xuddi Alloh taolo aytgandek, Alif Lam Mim. Bu kitobda, ya'ni Qur'onda hech shak yo'q. U taqvodorlarga yetakchidir. Ular g'aybga ishonadi. Baqara surasi 1-oyatdan 3-oyatlargacha. Shu narsani bilib olish muhimki, qabr azobi o barzax azobidir. O'lib ketgan insonlarning hammasi azobga loyiq bo'lib, qabrga dafn qilingan bo'lsin yoki dafn qilinmagan bo'lsin, uningga azobdagi nasibasi yetadi. Agar bir kishini yirtqich hayvonlar yeb ketgan bo'lsa, yoki ko'ydirilib ko'lga aylanib ketgan bo'lsin, yoki darg'a esilgan bo'lsin, yoki dengizga g'arq bo'lib ketgan bo'lsin, hammani uning ruhi va badaniga qabrga dafn qilingan kishiga yetgan qabr azobi bo'ladi. 2-masala. Un selib yig'lash va varqirash harom bo'lib, bu ahvol ba'zi insonlardan bo'libmi ayollardan ko'p yuz beradi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam yuzlarini kachatlab, yaqinlarini yirtib, jahiliyatning yig'izarini qilgan odam bizdan emas degan. Yana un selib yig'lag'uvchi ayol tavba qilmay o'lib ketsa, qiyomat kuni ko'ksdan ishton, qo'tir keslidan ko'ynak kiygizilib, turg'izilib qo'yiladi degan. Yaqin odami o'lib ketgan kishi savr qilishi va ajr umid qilishi kerak. Shundaqla savr qilsa katta ajrga erishadiganligini bilib olish kerak. Nabiy sallallohu alayhi va sallam dediki, Alloh taolo aytadiki, mu'min bandamning dunyodikilardan tanlab so'ygan odamning jinini olsam, ondan u mening savobimni ko'zda tutib, buningga savr qilsa, menda uningga beradigan jannatdan boshqa mukofot yo'q. 3-masala. Qabrlarni ziyorat qilish yo'lliq ish bo'lib, qabrlarni ziyorat qilishdagi maqsad qabrni yoki qabrning to'pisini tabarruk bilish va qabrdagi meyitdan manfaat kutish bo'lmasdan ibrat elish va o'limni aslash bo'lish kerak. Qabr ziyorati uchun ma'lum bir kunni xos qilib olish durust bo'lmaydi. Chunki Nabiy sallallohu alayhi va sallamning ziyorat uchun ma'lum kunlarni xos qilganligi rivoyat qilinmagan. O zot kimki bizning mushu ishimizda, ya'ni dinimizda uningda bo'lmaganni paydo qiladi ekan, u rad qilinadi degan. Ba'zilar qabrlarni ziyorat qilganda Fatihani o'qiydi. Bu bid'atdir. Chunki Nabiy sallallohu alayhi va sallamning qabrlarni ziyorat qilganda Qur'on o'qiganligi rivoyat qilinmagan. Balki qabrdagi o'liklar uchun duo qiladi va mag'firat tilaydi. Biror qabrni ziyorat qilish uchun safar qilish durust bo'lmaydi.
Nabiy sallallohu alayhi vasallam uch masjiddan boshqa masjidga alohida safar qilinmaydi. Ular Masjidi Haram, mening masjidim va Masjidi Aqsa degan. 4-masala. Jinozadagi bid'atlar va shariatga xilof ishlar. 1. Jinozaga yoki qabriga gullarni qo'yish. Bu kofirlarning dini va shuarlarga o'xshab qolish bo'lib, bu vaqtda Nabiy sallallohu alayhi vasallam kimki bir qavmga qasdan o'xshab oladi ekan, u shularning qatoridandir degan. Ikkinchi, shuningdek shuhadoga va uningdan boshqalarga rahmat tilash uchun qisqa muddat sukut turish bilan ularning ruhlariga qariliq tutish. Bumi cho'ng bid'at va kofirlarning ishlariga o'xshab qolishdir. Unda qilmasdan ruhlar uchun duo qilish va mag'firat tilash kifoya qiladi. Uchinchi, shuningdek xotir bo'lsin deb boshqa bir maqsadda o'liklarga va tiriklarga rasmlarni esib qo'yish durust bo'lmaydi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Ali roziyallohu anhuga mang berib har qanday suratni yo'qot, egiz yasalgan qabrlarni tuzlivat degan. 4. Jinozaga agishib manganda yuqori ovoz bilan ko'rlik deb takbir va tahlil aytish, tuvan ovoz bilan duo qilish va Allohni zikr qilish yo'lliqdir. 5. Qabristonlikda yoki meyitni qo'yib bo'lgandan keyin azon aytish. Bumi Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan yoki ashablardan rivoyat qilingan ish emas, balki Nabiy sallallohu alayhi vasallam kimki bizning bu ishimizda, ya'ni dinimizda uningda bo'lmaganni paydo qiladi ekan, u rad qilinadi degan. 6. Jinoza namozidan va dafnidan keyin kollektiv duo qilish. Unda qilmasdan har bir odam ayrim-ayrim duo qilishi yo'lliqdir. 7. Meyitni sanduq bilan dafn qilish. Aslida meyit sanduq silinmasdan kepallanib qabriga dafn qilinishi kerak. Ammo meyitning badani parchalanib ketgan yoki davlatning qonuni meyitni sanduq bilan dafn qilishga majburlaydigan, meyit egalari qonunga xiloflik qilmaydigan ahvollarda sanduq bilan dafn qilinsa bo'ladi. 5-masala. İnsan bir yaxshi amalni qilib, uning savobini meyitga hadiya qilsa durust bo'ladi. Lekin bu meyit uchun duo qilish, uningga atab haj umra qilish, sadiqa qilish, qurbonlik qilish, tutilmagan vojib ro'zalarni tutib qo'yish degandek shariat yo'l qo'ygan doirada bo'lish kerak. Ammo savobi meyit uchun bo'lsin degan niyat bilan namoz o'qish durust bo'lmaydi. Chunki bunday qilish Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan kelmagan. Shuningdek, o'lib ketganlar uchun Qur'on o'qiydigan qorilarni ijaraga olish bid'atdir. 6-masala. Mirasni tarqatishdan ilgari meyitning oxiratlik ishlarning chiqimlarini chiqarish, qarzlarni to'lash va vasiyatini ijro qilish vojib bo'ladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam mu'minning ruhi toki uning qarzi ado qilingan qadar yuqori o'ringa yetishdan esilib turadi degan. Oxirgi masala. Bu oxirgi masala cho'ng masala va cho'ng musibatdir. U bo'lsa-mu qabrlarni tavob qilish, o'liklardan hojatlarni so'rash va o'lib ketgan avliyolar hojatlarni ravo qiladi va qiyinchiliklarni ravo qiladi deb e'tiqod qilishga o'xshash shirik amallardir. Haq taolo aytadi: "Sizlar Allohni qo'yib ibodat qilgan butlar sizlarga o'xshash maxluqdir. Ularni iloh degan da'voyinglarda rostchil bo'lsanglar, ularga duo qilib boqinglar. Duoyinglarni ijobat qilib boqsin." Araf surasi 194-oyat. Ba'zi qabrni tavob qilguvchilar qabrni tavob qilib, to'yruqlarni silab, yog'ochlarni so'yidi va sajda qiladi. Shundaqla keselining shifo tepishi va farzandlik bo'lish degandek hojatlarni so'raydi. Ba'zida qabrni ziyorat qilguvchi qabrdagi o'likka: "Ey sayyidim, men yiroq yurtdan keldim. Meni quruq qo'l qaytarmagan" deb nido qiladi. Andan keselining saqayishiga, yo'qab ketgan odamining qaytib kelishiga yordam qilishini so'rab duo qilishga boshlaydi. Halbuki namozida Allohdan bu ishlarni so'rab duo qilishdan g'aflatda qoladi. Haq taolo aytadi: "Allohni qo'yib qiyomatgacha duoni ijobat qilishga qodir bo'lolmaydigan butlarga cho'qinadigan odamdanmi gumroh odam bormi? Butlar ularning duosidan g'ofildir." Ahqof surasi 5-oyat. Nabiy sallallohu alayhi vasallam kimki Allohni qo'yib boshqa ilohga duo qilgan holda o'lib ketsa, do'zaxga kiradi degan. Paloni fiqir kishi paloni qabrning yonida duo qilibdi ekan, qabrdagi o'lik uningga yordam qilibdi. Yoki paloni kasal kishi qabrning yonida duo qilibdi ekan, kesali saqayibdi. Yoki balaliq bo'pti degandek gaplarga aldanmaslik kerak. Balki hech bir sheriki yo'q Allohga duo qilish kerak. Allohga namozda, masjidda, haj va umra qilganda duo qilish kerak. Qabrning yanida uning barakatini umid qilib duo qilmaslik kerak. Qabrlarga masjid selish harom bo'ladi. Masjidning ichida yoki saynosida yoki qibla tarafida qabr bo'lsa, u masjidda namoz o'qish durust bo'lmaydi. Chunki Nabiy sallallohu alayhi vasallam
Agah bo'linglarki, sizlardan ilgirkilar anbiyalarning va solihlarning qabrlarini masjid qilib oladi. Sizlar qabrlarni masjid qilib olmanglar. Haqiqatan men undaq qilishdan to'siman degan. Yana har qanday shaklda qabr qaturish harom bo'ladi. Chunki Nabiy sallallohu alayhi va sallam qabrni gaj bilan qaturishdan va qabr ustiga bino solishdan to'sgan. Shariatning asl qoidasida meyit qabrisiga dafn qilinib bo'lgandan keyin uningdan chiqarilgan to'binini do'lab qo'yish va egizligini bir g'arishdan ortiq qilmaslik kerak. Shuningdek, qabrlarga qubba bino qilish harom bo'ladi. Chunki Nabiy sallallohu alayhi va sallam Ali radhiyallohu anhuga har qanday suratni yo'qot, egiz yasalgan qabrlarni tuzluvat degan. Boshda deyilgandek, Nabiy sallallohu alayhi va sallam qabrni gaj bilan qatorishdan, uning ustida o'ltirishdan va uningga qurilish qilishdan to'sgan. Haq Taala aytadi: "O'zlari yaratilgan, hech narsani yaratolmaydigan narsalarni, ya'ni butlarni Allohga sherik keltiramdi. U narsalar cho'qing'uchilarga yordam berolmaydi, o'zlariga yordam berolmaydi. Ularni to'g'ri yo'lga chaqirsanglar, ular sizlarga ergashmaydi. Mayli ularni da'vat qilinglar yoki jim turinglar, bu ular uchun baribir o'xshash. Ya'ni sizlar qaysi holatda bo'lmanglar, ular sizlarning da'vatinglarga javob qaytarishga qodir emasdir. Sizlar Allohni qo'yib ibodat qilgan butlar sizlarga o'xshash maxluqlardir. Ularni iloh degan da'voyinglarda rostchil bo'lsanglar, ularga duo qilib boqinglar. Duoyinglarni ijobat qilib baqsin. Ular, ya'ni butlarning mangadigan putlar bormi, yoki tutadigan qo'llar bormi, yoki ko'radigan ko'zlar bormi va anglaydigan quloqlar bormi? Ey Muhammad, ularga aytqinki, sheriklaringlarni, ya'ni butlaringlarni menga qarshi chaqiringlar. Andan qo'linglardan kelishicha menga ziyonkashlik qilinglar. Azroqmi muhlat bermanglar. Men Allohga yo'langanligim uchun sizlarga parvo qilmayman. Haqiqatan kitobni, ya'ni Qur'onni nozil qilgan Alloh mening egamdir. U yaxshilarga igdorchilik qiladi. Sizlarning Allohni qo'yib ibodat qiladigan butlaringlar sizlarga yordam berolmaydi. O'zlariga yordam berolmaydi. Agar ularni hidoyatga da'vat qilsanglar, ular hidoyat topmoq tugul da'vatini anglamaydi. Ular sana qarab turganda ko'rinsimi, lekin ular ko'rmaydi. A'rof surasi 191-oyatdan 198-oyatlargacha. Rastchillik. Sening Allohning sheriki yo'q yoki yegona zatdir deb iymon etganliging bevosita Allohga duo qilishingni taqozo qiladi. Sajiya Islom tadqiqot markazi